Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, bulup mu muhterem yaşlarımız, biz Allah Subhanahu ve Taala'nın bizni çağırgan hak, adalet yollarını ügünedigan her kandak yaxşılıklarga her vakit kulak salışka ehmiyet beriş bizning tabiiy mecburiyetimiz. Lekin bizni her türlük her yandan bizning ruhsatimizsiz bizning hayatımızga kirib algan her kandak insan ve cinning şeytani, şahvani izit qilirdan her vakit yiroq turishmi o'zimizning sağlam imani itiqadini, sağlam güzel ahlakını, şerme hayasını saklap kılışmı bu bizning tabiiy musulmonlik mecburiyetimiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun har qandaq bir musulmon qarindoshlarimiz bo'libmi yoshlarimiz itiqadimizni, ahlakimizni, Allah Taala bilan bo'lgan muomalamizni ve kelgusi yaxshi nesli meydonga keltirishga bo'lgan yaxshi ata, yaxshi ona bo'lishimizni meydonga keltiradigan her qandaq bir şerme hayaga ve şerme hayanın güzel ahlaklarga ta'sir yetkizdigan internetdeki şahvanilik ve şahvani resim ve şahvani her qandaq yo'llanmalardan o'zimizni saqlab qolishga ahamiyat bersak, ana shu vaqtda andın biz haqiqiy yaxshilikni o'zimizda joriy qildira oladigan salbiy ve her qandaq yomon mikrobdan o'zimizning hayotini saqlab qola oladigan sapaliq yangi ilg'or musulmon naslidan bo'la olamiz. O vaqtda biz hozirgi o'zimizning jon talishib turayotgan Xitoy kommunistlarining har xil tarafdan bizni chertayotgan hayotimizdagi bizningki sağlam islom tabiatimizga hujum qilayotgan shu zarbalardan qutulib biz yanala internet, tor, televizor, radyolarınınki şahvanilik qiytaklash orqali bizning ruhsatimizsiz bizni chirayotgan, bizni hilok yo'liga boshlayotgan her türlük siriq ve şahvani narsalardan o'zimizni saqlab qo'yishdan ham andin biz Xitoy kommunistlari oldida mag'lub bo'lib ketmagan sağlam azaldan tatibqi musulmon Uygur şermahayalık kız oğul yeni yaş İslam farzandlarininki kelgisi ecdatlarını ve özümüzni burunki şermahayalık ecdatlarımızga ulaştıra alayımız. O vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinin yoluga ve salihlerinin yoluga ergeçken burumuz kardeşlerimiz. Şunun için bizninki hazır en biz yaman tesirge uçuravatkan işlerden birisi göz aldığımızda internet, televizor, radyolarda her türlük şahvaniyetini tergib kılıdığan resimler ve sözler ve her türlük şahvaniyetini teşvik kılıdığan paran, gep söz ve video suretlik her türlük filmler bizden yaşlarımızı her vakit aldap gelmekte kardeşlerimiz. Her vakit buzup gelmekte kardeşlerimiz. Her vakit onlarını şerme hayasından ayırmakta kardeşlerimiz. Onlarını ahlak ve cismani cihette sağlam ösüye, onlarını imani ve Xudo bilan bo'lgan, Allah bilan bo'lgan alaqasida haqiqiy yaxshi bo'lgan imonlik, samimiy bo'lishiga ta'sir yetkazib, ularning hayotini bir xil hozirgi buzg'un, azg'un şahvani guruhlarning hayvani hayotiga aylantirishga mushu internetdagi her türlük şahvani resimler ve filmler sebep olmakta. İnsan ve cinninki
şeytanlarının bizni azdırıştiki, bizi qarata koygan oyallarga biz nurgulluğan yaşlarımız bilip bilmey ägişip ketmekte. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala mana şundak hayasız halatda insanlar aldıda özünü aşkarı kıldıgan şundak zalim, şundak numussuz insanlarını asli ularning iddisi şundak numussuz bolganlıktan şundak numussuz iş kıldıganlıkını alayda bayan kılıp Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki estağfirullah inhum illa kel en'ami belhum adallu sabila Sure Furqan'ın 44. ayetinde emes ular lekin çavrumallığa okşaş. Belki ular tutkan yolu çavrumaldan mı azgın. Hatta çavrumalda hayvanatta akıl bulduğun bolsa ularda insan aldı da yalıngaç beden yalıngaç görünüş bilen yalıngaç her türlü buzuk faaliyetler bilen aşkarı bolmaydı. Diyenlikne mana şu ayet bizge alayda agahlandırdı kıllaşımız. Ondaqda akidimiz, imanımız bizni yaxşılıkka buyuruydu da olsak biz mana şundaq aşıla bizni astın dep çıkargan turbatlardaki yalıngaç orunlarga kiriştin. Onun da mesde yar olap onunla birilip ketiştin. Yaki azgına vaqt olsunmu bizdeki közümüz nurunu kalbimizdeki iman hakikatlerini ölçürüşümüzden saklanışımız gerekirmiş. Bunun asaslık birinci amil nima dese? Birinci amil Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de alahide dedi ki estaizu billah ve kânallâhu ala kulli şeyin rakiba. Sure Ahzab'ın 52. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala her bir kiçik çoğun hemme nersige şeyini şe'nine geri keltirdi. Her bir şeyge nazaret kıp durdu. Mesela üyümüzün aldıda bizni kamera alıdığan kamera ba. Üyümüzün işidi kamera ba. Etrafımızda kamera ba dese kançılık ensirep gitimize. Kiç gündüz Allah bizni nazaret kıp durdu. Hatta biz bir karımakçı boğan aldığımızdaki nersenin yaxşı emallık karaştın burun Allah bizge karaydıgan iqtidarını bergen de karaydıgan közümüz vicdap turganda an karayalaymiz. Ondaq boğan dikin Allah bizning her bir karavatkan karışımızı bilip durdu. Şunu ölük adam Allah cennet edip ağaçka hiç narsiga qarayalmaydı kardeşimiz. Şuna biz nerede bolsak Allah'ın bizge rakip, nazaretçi ikenlikini. Her kandak kamera, her kandak bir tizimli koş tizimlaştım bek Allah Teala mehbisi, aşkarısı her birini ilik halette tizimlaydıganlıkını, bunun hesap aldıganlıkını isimimiz tutup biz hazır hayatımızda paylanıvatkan her türlü internet, tor ve barlık medyalardaki biz onu işitivatkan derslerden her kandak şahvani orunlarga kirip kılış, şahvani resimler karab kılış, şahvani gap sözlerini kılış, şahvani boğan her kandak sözlerini anlap kılıştın özümüzü saklayalısak andın hakiki Allah Teala'nı özümüzge nazaret çıkılıp tayinligen Allah Teala'ga boğan imanımız rast boğan müminlerden buralayımız. Yine bir ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki estağfirullah evelem yahfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Sure Fussilet'in 53. ayetinde sizning perverdigarınızın her bir işga şahit ikenligi yeterlik bulmadı mı o dedi. Kırındaşırımız perverdigarımız ne karab tursa biz kandamı numus kılmay hiç kim yok yerlerge kirvelep her türlük şahvaniyet ya ki her türlük numussuzlukni insanlarga tarqıtılgan ahlaksız suret filmlarni ko'radigan ahlaksız gap so'zlarni sharm hayosiz her türlük qalaymakan zina pay so'zlarni yoshlarimiz bir-biriga avatishadigan qilishadigan ishni qila olsin. Allah Subhanahu ve Teala'dan haqiqiy qo'rqimizda bo'lsak Allah Teala'dan joy namozdan qo'rqishimiz, masjidning ichidan qo'rqishimiz, jamiyatdan qo'rqishimiz kishilar yo'q yerdimi, bor yerdimi qo'rqishimiz kerak. Haqiqiy mu'minlarning axloqi qanday bo'ladi desa,
Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Tebarek suresinde ular Perverdigarıdın yürükünün tigide. Yeni bir manası hiç kim yok yani korkun deydi. Ellezine yahşavun rabbahum bil gaybi deydi. Bundaq bolğandan keyin halis müminlerning qiladigan yaxshi amali odamlar yo'q yerda odamlar boyadigidan bakroq qiladi. Chunki o'zining Alloh taolo bilan yolg'iz ekanligini his qiladi. Yolg'iz ekanligiga ishonadi. Yolg'iz ekanligini u hammadan qadrlaydi qardoshimiz. Shuning uchun har birimizga qiladigan tavsiyamiz internet tor va qo'limizdagi har bir paylash materiallarni buzg'unchilikqa o'zimizni yana bir musulmon qardoshimizning singlisi yoki ochisi yo o'g'il tuqqanlari yo qizlarini yoki yana bir musulmon qardoshimizning akisi, dadisi yoki fukisi yoki qarindoshlari yo bolalarini bo'libmi hozirgidek zamonda yosh kichik avlodlarimizni buzilgan har qanday shahvoniyatdan, shahvoniy rasmlardan o'zimizni, oilamizni saqlashimiz kerak. Ham shunaqla yuqorqi shahvoniyat yetaklaydigan narsa bilan birga mu'min musulmonlarning va kichik o'smirlarning yetilishiga ta'sir ko'rsatadigan qo'rqinish filmlarini, qo'rqinish har turli video rasmlarini yo'llash yoki bunga qarab qilish yo bunga kirib qilishdan avlodimizni, o'zimizni saqlashimiz kerak. Chunki bundaq har turli qo'rqinish filmlar bizning avlodimizni sog'lom yetilishdan cheklab qo'ydi. Hattoki uy ishida yolg'iz o'ltirib birdam yerimdan iborat qilolmaydigan yoki yolg'iz o'ltirib o'zining topshiriqi, o'zining ishlarini qilolmaydigan, bir ishqa buyursa birib yolg'iz kelolmaydigan, kichikdagi mush yetilgan qo'rqinch psixikasi hatto yo'g'nab qilib bir yosh kirgan vaqtidami bir ayolda yolg'iz turolmaydigan ana shunday yomon ishlarga ta'sir ko'rsatadi qardoshimiz. Shuning uchun biz musulmonlarga haqiqiy mu'min bo'la olsak, haqiqiy mu'min degan musulmonlarga o'zining tili, o'zining qo'li orqali ziyon solishdan saqlab qolgan kishi, o'ziningki har qanday biznining kap qilishidan musulmonlarga ehtiyot qilib ziyon keltirmagan kishi, ziyon keltirishning o'rniga musulmonlarga yaxshilik qilgan kishi an haqiqiy musulmon bo'ladi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sadaqaning qanday bo'lganligini bayon qilgan hadisda bir musulmonga ochiq chiroy bilan qarg'anlikning sadaqa, bir musulmonga qilinmay qolgan ishiga hamkorlashganligini sadaqa degan. Musulmon degan va ta'awanu alal birri vat taqvo, yaxshilikqa, taqvoga hamkorlashidir. Musulmon degan gunohga, tajovuzga, yomonlikqa hamkorlashmaydi. Shuning uchun internet, tor, televizor, radiolarda har turli bizningki internet vositalamizda qizlarimiz, o'g'illarimiz, yoshlarimizningki ana shundaq shahvoniy yoki qo'rqinchli har turli filmlar yoki har turli video sinog'i ovozlarni anglashidan cheklashimiz, ularga yaxshi narsalarni, Allohning so'zi Qur'oni Karimni, nasihat tarbiyani, ilmiy har qanday bizga foyda yetkazadigan ilm manbalik bilimlarni ko'rishga, ilm manbalik torbatlarni, ilm manbalik videolarni anglashga buni yetaklayishimiz kerak qarashimiz. Ana shundaq sog'lom yo'lni ko'rsatib qo'ygan vaqtimizda andin biz dunyo oxiratning baxtsiga erishamiz. Chunki biz hozir o'zimiz bilmay qilib boshqalarning yoki har birimizning uni bilmasakmi, bilsakmi bizdan so'may turib bizning hayotimizga internet torbatlari doim bizga aralashib kirib bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin buni ishlatishni bilish bizningki amallarimizninki eng oldingi muqaddimalik muhim ishlardan birisi bo'lib qoldi. Shuning uchun biz ishlatayotgan narsamizning qaysi bizga foydali, qaysi bizga ziyonli ekanligini bilmasak, u vaqtda o'zimizni, oilamizni, jamiyatimizni ziyon solamiz. Ham o'zimizning atrofidagilarni mana shundaq har turli shahvoniy organlardan va qo'rqinchli filmlarni ko'rishdan cheklab qilishdan birga o'zimizni mana shundaq yomonlikdan saqlab qilish birinchi mas'uliyatimiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah qu anfusakum degan. O'zingni saqlab qoling degan. Shuna birinchi qilib taqvolik qilish, birinchi qilib o'zimizni saqlab qilish avvalan o'zimizning mas'uliyatimiz.
Şuna fatazavvadu fa inna hayra zadi at-taqwa. Sizlar uzuq qilinglar. Uzuqning yaxshisi taqvolik degan. Yana Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda va la tus'alunna yawma izin anin naim. Sizlar shu qiyomat kunisi Allah bergan har bir ne'matni so'roq qilinsa degan. Sizga vaqt, umr, sizning qo'lingizda barliq internet tor bo'shiqi Allohning bergan bir ne'mati. Bundan yaxshi narsalarni tushirib, yaxshi narsalarni anglasanglar, yaxshi narsa qarasanglar, shu orqali hayotinglarni yaxshi ishga almashtirsanglar, bu bir ne'mat. Ammo uning ichidagi har turli qo'rqinchliq, shahvoni, buzg'unchilik narsalarga o'zingni aldab, yo'l hozirlab, yomonlikni yaxshilikqa, zaharni o'zing uchun bir mukofotning o'rnida ko'ngil xo'shi qilib ishlatsanglar, oxiratda ziyon tortadiganlar o'zimiz bo'lamiz qardoshlarimiz. Shuning uchun har birimizni Alloh subhanahu va taolo mana shunday dunyodami, oxiratdami o'zini ziyonkorlik yo'liga ilib boradigan har qanday yomon qilmishlardan saqlasin. Va salli ala Muhammadin